Zebo yoxud shahar chekkasidagi hovli hayotiy voqealar asosida hikoya qilinadi. Kanalimizni birinchi marotaba ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, videoga like bosishni, izohlarda esa o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Mardikor bozori. Bu yerga hech kim havas bilan chiqmagan, aksincha. Taqdirning majburlovlari, oiladagi yetar yetishmovchiliklar insonlarni bu yerga yetaklagan. Bu yerdagi ayollar orasida Zebo ham bor edi. Zebo 2 nafar farzandning onasi. Uni bu yerga yetaklagan ilinj ham shu 2 norasida bolasini boqish dardi edi. Zebo chiroyli va kelishgan qaddi-qomatga ega ayol edi. Uning eri Nurali ishdan ketishi bilan ichkilikka ruju qo'ydi. Uydan ko'chaga chiqmaydigan boqmandaga aylandi. Shu sababli ham Zebo oila tashvishini bo'yniga olishga majbur bo'ldi. Zebo dugonasi Dilafruz bilan suhbat qurib o'tirganida uning oldiga Mercedes-Benz mashinasi kelib to'xtadi. Mashinaning qoraytirilgan oynasi pastga tushirildi. Oyna ortidan yarim yuzi ko'rinib turgan ko'ziga qora ko'zoynak taqqan erkak bir ayolga ish bor deya baqirdi. Zeboga ishora qildi. Zebo mashinaga o'tirdi. Qora mashina harakatlana boshladi. Zebo haligi insondan nima ish deb so'radi. Abror esa uyda ayollar qilishi kerak bo'lgan yumushlar bor, shularni qilasiz dedi. Zeboga bu taklif ma'qul keldi. Yarim soatdan so'ng mashina to'xtadi. Shahar chetidagi bu boylar yashaydigan, havosi toza, tabiati so'lim ko'chada Abror aka o'zining muhtasham xonadonini qurgan va Zeboni o'sha xonadonga taklif qildi. "Kel singlim, senga ishlarini ko'rsataman", dedi Abror aka. Uy ishlarini qilish asnosida ular yaqindan tanishishdi. Zebo erining ishdan ketganidan keyingi hayot tarzi va aroqqa ruju qo'ygani haqida gapirdi. 2 o'g'il farzandi borligini, ularni o'qitishi kerakligini va kelajakda mutaxassis inson bo'lishini orzu qilishini gapirdi. Abror aka esa 2 yil avval jufti haloli Ra'no opadan ayrilganini, ular turmushidan farzand ko'ra olmaganini va pul, mol-u dunyoga odam o'zining bolasini yasab ola olmasligini gapirdi. "Bolalaring sening boyliging", dedi Zeboga dalda berib. Zebo ketar chog'ida Abror aka ayoli Ra'nodan qolgan tillalarini Zeboga sovg'a qildi. "Hali hammasi yaxshi bo'ladi Zebo. Siqilma. Bolalaringni katta qil, ulg'aytir. Ularning orasidan bittasi boy badavlat bo'lib ketsa ham sening baxting", dedi.